Mana bugungi mavzumizga o'tadigan bo'lsak, bu mana Allohning yo'lida infoq ehson qilishlik. Qorakalar qachon qarasa infoq ehson haqida gapiradi deb ba'zida shu masjidni bir obodonchiligiga yoki qandaydir bir sabablar bilan bir pul yig'ishlikka ishora qilinadigan bo'lsa, qandaydir yuzimizda yengil tabassum paydo bo'ladi. Qorakalar shu ehsondan gapiradi. Men ham hozir ehsondan gapiraman. Faqat bu ehson o'zingizlar uchun ehson. Mana aytyapmiz, bedatniki hamma darslar Alloh taoloning buyurgan buyrug'i. Bu qilishimiz shart. Lekin shu ishni qilsanglar, cho'ntagingizga baraka keladi desa, endi qilamiz bularni. O'shuning uchun ehsonni ham rizqimizga baraka kelishligiga sabab ekanligini eshitib qo'yaylik. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning Saba surasida aytadi: Astagfirullah va ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayrur roziqin. Mana bitta oyat. Qaysi bir narsani Alloh yo'lida infoq qilar ekansizlar, bas u orqasidan albatta elchib keltirguvchidir va Alloh rizq beruvchilarning yaxshirog'idir. Demak, cho'ntagimizdan chiqdimi, albatta elchib keladi orqasidan, deyapti Alloh taolo. Hovuzingizda suv bo'lsa, hovuzga suv kirib chiqib ketadigan bo'lsa, paqirda olsangiz, suv ozayadi, o'rniga nima kiradi? To'lda turgan bo'lsa, suv kiradi-da, naridan chiqib ketaveradi. Demak, ozayib qolishidan qo'rqib, hovuzdan suv olmayotgan paytimizda suv kirmaydi unga. Naridan kiradi, naridan chiqib ketaveradi. Paqirda olib, agar o'timizga shashganimizda, eshigimizga shashganimizda bizga qoladi, o'rniga nima bo'lyapti suv? Birodarlar, Alloh yo'lida infoq ehson qilsak, bizga kelishligiga sabab bo'ladigan ishni qilib qo'yibmiz, kafolatlab qo'yibmiz.